Assalomu alaykum. Bu o'z to'qimachilik sanoatining haftalik dayjesti. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Qirg'iz Respublikasi Prezidenti Sadir Japarov 18-19 iyul kunlari davlat tashrifi bilan mamlakatimizda bo'ldi. Ikki tomonlama muzokaralar yakunlangach, prezidentlar yirik kooperatsiya loyihalarini ishga tushirish marosimida ishtirok etdilar. E'tiborlisi, ushbu tadbirda ikki davlat tekstil sanoati uchun manfaatli yana bir loyiha Karabalta shahrida tikuv, trikotaj mahsulotlari va mato ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Aytish kerak, ushbu yangi korxonaga eng zamonaviy texnologik uskunalar yetkazib berilib, o'rnatildi va ish jarayonlari allaqachon boshlangan. Samarali yangiliklarga boy hafta. Rossiyaning choyshablar, parda va sochiqlar ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan Lady Prima kompaniyasi O'zbekistonda to'qimachilik fabrikasini ochadi. Yaqinda kompaniya Samarqand shahrida to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqaruvchi fabrika ochish bo'yicha qiymati $1,5 million teng investitsiya shartnomasini imzoladi. Mazkur yangi korxona 2025-yilda ish boshlashi rejalashtirilgan. O'zbekiston va Qozog'iston ip-kalava ishlab chiqarishda yangi hamkorlikni yo'lga qo'yadi. O'zbekistonlik investor Qozog'istonning Turkiston viloyati Maqtaral tumanida ip yuguru fabrikasi qurishni rejalashtirmoqda. Qiymati $43,7 million teng bo'lgan loyiha 2026-yilning oxirigacha amalga oshirilishi kutilmoqda. Xalqaro e'tirofga o'tamiz. Xalqaro to'qimachilik ishlab chiqaruvchilari Federatsiyasi bosh direktori Kristian Schindler uyushma uchun bergan eksklyuziv intervyusida Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan ITMF 2024 yillik konferensiyasi haqida gapirar ekan, mezbonlik uchun O'zbekiston bekorga tanlanmaganligi, qolaversa mamlakat qisqa vaqtda bunday katta natijaga erishgan yagona davlat ekanligi va boshlangan islohotlarga tamoman ishonishini qayd etdi. Ispaniyaning yetakchi modalar guruhi Mango o'zining 40 yillik tarixidagi 2024-yilning birinchi yarmida eng yuqori daromadini qayd etdi. Ya'ni mashhur brendning daromadi 6 oy ichida rekord darajaga $1,5 milliard dan taxminan $1,68 milliard oshib ketdi. Britaniyaning Burberry Group firmasida esa aksincha, chakana savdo tushumi 22% ga kamayib $594,84 million ga tushdi. Shu bilan birga do'konlar savdosi 20% ga kamaydi. Kompaniya savdosi Yaponiyadan tashqari barcha mintaqalarda pasayib ketgan. Fransiyaning Dior moda uyi britaniyalik Formula 1 piloti Lewis Hamiltonni erkaklar modasi bo'yicha yangi brend ambassadori sifatida tanladi. Bu hafta davomida kuzatganlarimizning bir qismi edi. Bizni kuzatishda davom eting. To'qimachilik sanoatidagi yangiliklardan boxabar bo'lish uchun rasmiy sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmang.